Konor Ronaldoga 2016-yilda bergan va'dasining ustidan chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Konor 2016-yilda futbol yulduzi Cristiano Ronaldoga yaqin orada undan ko'ra ko'proq pul topishga va'da bergan videosi tarqaldi. Videoda esa quyidagi gaplar bor ekan. Konor: "Senda shaxsiy samolyot bormi?" Ronaldo: "Ha." Konor: "Men ham istayman. Hozircha sen Forbes'ning eng ko'p daromad oluvchi sportchilari orasida birinchisisan. Men esa 35-da. Lekin qachonlardir birinchi pog'onaga ko'tarilaman." Ronaldo: "Hozir nechanchi pog'onadasan?" Konor: 38. Lekin birinchi bo'laman. Ikki vazn toifasida sobiq UFC kamari sohibi Konor Makgregor eng ko'p haq olgan sportchilar reytingining birinchi pog'onasini egallab turibdi. Sobiq UFC kamari sohibi Habib Nurmagomedov Checheniston rahbari Ramzan Kadyrov va Hamzat Chimayevning gaplariga bosiqlik bilan javob qaytardi. "Kattalarimiz ot ustiga chiqib, Allohni unutib otdan tushib uni eslab qoladigan bo'lmagin deb aytishgan. Eng yaxshi ibodat shukr qilishdir" deb fikr qoldirgan Habib. Zidan Realdan nega ketmoqchi? Madridning Real klubi bosh murabbiy Zinedin Zidan jamoaning Ispaniya chempioni bo'lishidan qat'iy nazar mavsum oxirida o'z lavozimini tark etishga qaror qildi. Manbaning xabariga ko'ra 48 yoshli mutaxassis ruhiy va jismoniy zo'riqishdan charchaganligi sababli Realdan ketmoqchi. Zidan 2019-yilda Realni boshqarib keladi. U avvalroq Madrid klubini 2016-2018-yillar mobaynida boshqargan. Uning boshchiligida Real Madrid 3 karra Chempionlar Ligasi va 2 karra Ispaniya chempionati g'olibiga aylangandi. Ushbu mavsumda Real Madrid 36 turdan so'ng 78 ochko to'pladi va ikkinchi o'rinda bormoqda. Totti: Mourinho murabbiylar shtabida ishlamoqchi emas. Taniqli sobiq futbolchi Francesco Totti Italiyaning Roma klubi murabbiylar shtabiga kiritilmaydi. Bu haqda La Repubblica nashri xabar bermoqda. Totti portugaliyalik Jose Mourinhoning yordamchilaridan biri bo'lmasligini ma'lum qilgan. Biroq hozircha buning sababi keltirilmadi. E'tibor bering, avvalroq Italiya matbuotida Francesco Rim klubiga qaytib, Mourinhoga yordam berish haqida mishmishlar tarqalgandi. Manbaning ta'kidlashicha, bunday mishmishlarning haqiqatga hech qanday aloqasi yo'q. Totti bu Roma afsonasi. U butun faoliyatini shu klubda o'tkazgan. 2017-yildan 2019-yilgacha imperator Romaning direktorlaridan biri bo'lgan edi.